yog'ochni payvand qilyapti deb o'yladingizmi? Yo'q, aslo. Bugun sizlar bilan aynan yengil konstruksiya va og'ir konstruksiyalarda payvandlash uchun ishlatiladigan payvandlash uskunalari to'g'risida gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda mini payvandlash uskunalarimiz mavjud. Yengil konstruksiya uchun, uy-joylar uchun, uy xo'jaliklari uchun juda ma'qul. Bundan tashqari og'ir konstruksiyadagi 200 taligimiz, 250 taligimiz ham bor. Bundan ham katta kuchlanishga ega, quvvatga egalar ham bor. Va bundan tashqari ko'rib turganingizdek shlemlarimiz bor. Buni ochib, yopib o'tirish shart emas. Payvandlash jarayonida o'zi oqaradi, o'zi qorayadi va juda ham ixcham mini bo'lgan mana. Bunaqalar ham bor. Kimga kerak bo'lsa AgroIshonchga murojaat qilishingiz mumkin. Xohlasangiz donaga, xohlasangiz Optumga. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. AgroIshonch sizni ishonchli tanlovingiz.